Nimadir yo'q bo'ldi. Qismatulla ta'sirchan, sho'x edi. Xotin Hikmatoy sovuqqon, xotirjam, ham andak qo'polroq edi. Lekin ular bir-birini yaxshi ko'rar, shuning uchun tabiatlaridagi bu har xillikni sezmas edilar. Go'yo ular shundoq tug'ilganlar-u, shundoq bo'lishlari lozim edi. Bir kuni bular bir ziyofatda bo'lib, bir eru xotinning o'zaro va o'zgalar muomalasiga guvoh bo'lishdi. Ular bir-biriga shu qadar yarashgan, shu qadar odobli, harakatlari-yu so'zlari shu qadar dilbar va o'zlari-yu o'zgalarga shunday ajib dildorlik ko'rsatar edilarki, beixtiyor shu bazm qahramonlariga aylanib qolishdi. Bazm tugagach, bu antiqa juft haqida har kim har xil fikrda ketdi. Qismatulla bilan Hikmatoy ham. Ancha og'ir, lekin xotini chuchmal ekan, deb o'yladi Hikmatoy. Eri kulturli, lekin xotini. Qismatullaning o'yi o'zga, notanish chiziqdan ketdi. U beixtiyor qahramon xotinni o'zining Hikmatoyi bilan qiyosladi va nazdida xotini undan go'zalroq tuyuldi. Ammo muomala munosabat masalasiga yetganda Qismatullaning ko'ngli allanechuk orziqishga to'lib, bir zum xayolga toldi. Hikmatoydan shu mahalgacha biron bir iliq so'z yoki yoqimli bir dildorlik ko'rganini eslolmadi. Ko'rdingmi xotinning muomalasini? So'radi u chidolmay. Ko'rdim, loqayd javob berdi Hikmatoy. Eri durust, lekin xotini ko'p teskarisi ekan. Qismatulla yongudek bo'lib ketdi. Senga shunday tuyulgandir-da, dedi dag'allik bilan. Xotini eridagi yangilikni sezdi. Bu uning hamiyatiga tegdi. Bo'lmasam shunaqasidan topa qoling, dedi-da jadallab ketib qoldi. Ular boshqa bir masala xususida tortishib, Hikmatoy shundoq ketib qolganda, Qismatulla uning izidan borib uzr so'rab, so'ng unga tegajaklik qilib, sho'xlik qilib ko'nglini olar edi. Shu bilan o'rtadagi inoqlik tiklanar edi. Shunisi qiziqki, erining bu odatini Hikmatoy ham yaxshi bilar va yo'l-yo'lakay uning yetib kelishini kutar, so'ng biroz injiqlanib yon berar va shu bilan inoqlik barqaror bo'lishiga hissa qo'shar edi. Qismatulla xotinining ortidan qarab turar ekan, nima uchun endi hamisha men gapirishim kerak, deb o'yladi birdan va o'ziga o'zi uqtirdi. Bu safar o'z gapirsin. Ular uylariga yetguncha bir-birlariga gap qotishmadi. Xonaga kirib, kresloga cho'kishdi va shunda nozik bir holat maydonga keldi. Ular beixtiyor bir-biriga qarashdi. Ilgari mabodo biron masala xususida shunga o'xshash vaziyat sodir bo'lib, so'ng favqulodda bir-biriga qarashganda Qismatulla kulib yuborar, so'ng Hikmatoy ham o'ziga xos zo'rg'a tabassum qilar edi. Shuning bilan yarash Qismatullaning ko'zi xotiniga tushdi-yu, ichidan tomog'i tomon bir kulguli otilib chiqib kelayotganini payqadi. Ammo yo'q, bu gal u kulsin deb o'yladi. Xotini esa teskari qaradi. Qismatulla shu kecha beixtiyor tarzda o'zining tabiati haqida xayol surib qoldi va unga birdan shunday tuyuldiki, o'zi sho'x, ta'sirchan xotiniga tegajak bo'lgani uchun xotini shundoq sovuqqon, xotirjam, hatto qo'polroq. Qismatulla ahd qildi. Endi buning teskarisi bo'lishi kerak. Endi o'zi sovuqqon-u xotirjam bo'lishi kerak. Shunda xotini o'z kabi bo'ladi. Odatda ertalab Qismatulla choyga urinar, Hikmatoy to'shaklarni yig'ar edi. Bu kun Qismatulla choysiz jonivordi ishga Hikmatoyning ham achchig'i keldi va to'shagini yig'moqni kiyinishga tutindi. U taxminan erining ko'nglidagini sezgan, shuning uchun undan o'ch olishga ahd qilgan bo'lsa ham ajab emas. Bir hafta o'tdi, xotin begonalar kabi yashashdi. Qismatulla qiynaldi, o'rtandi, o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Shubhasiz, Hikmatoy ham azob chekkan bo'lsa kerak, axir u ham Qismatullaga o'rgangan.
Keyingi haftada xotin istirohat oyiga chiqib, Vengriyaga turist yo'llanmasi olib keldi. Kiyim-kechaklarini chamadonga solar ekan, eriga eshitilarli qilib, "Erta ketaman, gruppamiz boshlig'i biletniyam olibdi", dedi. Qismatulla unga yalt etib qaradi. Nimadir deyishni burchi deb bildi. "Yaxshi, men ham ketaman, sen kelgandan keyin", dedi. Tamom, bu yosh ziyoli er-xotinlar o'rtasidagi rasm bo'la boshlagan bir odatni, yoshlikda dunyoni ko'rib kelish uchun xorijga chiqishni o'zlariga qabul qilgan. Mana 3 yildirki, ular goh yolg'iz, goh birlikda chetga chiqishar edi. Mabodo birining qolib, birining ketishiga to'g'ri kelsa, o'sha kuni uylarida uyqu ham kam bo'lar edi, lekin bu tun eng shirin va lazzatli tun sifatida yodlarida qolar edi. Bu tun ham ular ham uxlashdi. Ammo gapsiz, so'zsiz shundoq daqiqalar bo'ldiki, Qismatullaning birdaniga ehtiros bilan "Bo'ldi" deb Hikmatoyni bag'riga olishiga, Hikmatoyning ham bunga juda tayyor turganiga bir baxya qoldi. Ertasi Hikmatoy Pasatga e'lon qilingan samolyot maydoni tomon borayotganida ham nozik hollardan biri sodir bo'ldi. Odatda bunday mahalda Qismatulla xotiniga hazil gaplar aytar, kular edi. Hikmatoy ham ichida behad zavqlanar, xursand bo'lar edi. "Xayr", dedi Qismatulla. Qismatulla uchun bu birinchi yolg'izlik kechasi ham azob keltirdi. Garchi u shu kunlarda xotini bilan begonalardek yashagan bo'lsa-da, baribir u qalbining muhim bir go'shasini tabiiy holda to'ldirib turgan ekan. Chamasi Hikmatoy ham Moskva mehmonxonasida rohat qilib dam olmadi. Oradan hafta o'tib Qismatulla ahvoliga ko'nika boshladi. Xotini qaytib keladigan kundagina u tanish olis bezovtalik ichida qoldi. Intizorlik bilan tong orttirdi. Hayajon bilan uni kutib olgani chiqdi. Hikmatoy ham chamasi shu alfozda yetib keldi va erining qarshisiga peshvoz yugurdi. "Salom", dedi Qismatulla. "Salom", dedi Hikmatoy. Ularning qo'llari tutashdi, lekin shunda hozir o'ziga tortadi deb o'yladi Hikmatoy. Qismatulla esa u tomon cho'zilayotgan qo'lini zo'rg'a tutib, "Yo'q, o'zi" deb o'yladi. Bir necha daqiqa o'tdi va qo'llar ajralishdi. Shunda Hikmatoy kulimsiragan bo'ldi. Qismatulla ham go'yo odob yuzasidan unga javoban jilmayib qo'ydi. So'ngra hayron bo'lishgan kabi avtobus bekati tomon jilishdi. Uy tun to'shak. "Haliyam o'zi o'zgarmadimi odatingiz", dedi Qismatulla. "Siznikichi", dedi Hikmatoy. Shunda ular turib o'tirishdi, bir-biriga bir vaqtning o'zida egilishdi va bir-birini quchishdi. Ammo ular kutganiga qarshi shunday tuyuldiki, egilishmasa ham, quchishmasa ham bo'ladi. Buni anglab birdan ajralishdi va bir-biriga qarashdi. Tushundilarki, oralaridan nimadir yo'q bo'lgan. Shukur Xolmirzayev. Audioni Xo'jaqulov Javohir o'qidi.